Ko'pchilik mijozlarimiz ishonchini qozongan granulyatorlarimizni bugun video davomida qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz. Tanlovimiz novator bo'ldi. Hozir mana 10 mg yetishga tayyorlab ko'rsatib beramiz sizlarga. Bizning natrlarimizni boshqa natrlardan qanaqa farqi borligini hozir ko'rib olasizlar. Bu parfümli masla fransuzskiy bo'ladi. Fiksator bo'ladi. Buni atirga nima uchun qo'shilishligini bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. Hamda parfümli vada, ya'ni spirtni qo'shamiz. Arkamızdan tayyor bo'ldi. Vatrimizni yuqori notalari bergamot, qora qalampir hamda lavanda. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Shahzod attori mana nima uchun boshqa atirchilardan farqi bor. Bizda parfümli maslasini me'yoridan ham sal ko'proq qo'shamiz. O'shani hisobiga stoykasi daj original atirlar bilan birga bir bo'lib chiqadi. Sog' bo'linglar, Shahzod attoriga murojaat qilaverasizlar.